Assalomu alaykum. Ko'rib turgan barchaga bo'layotgan bu seriya mana sotiladigan bitta quyonimiz bor. Fermamizda mana 2 oydan oshyapti. 2 oylik atrofida burgun toza qonli yaxshisi. Xo'sh, qulog'ida, oyog'ida hech qanaqa kasalligi yo'q. Vaksinalar qilingan, sug'orilgan, dorilar berilgan, qisqasi soppa sog'lom, yeb ichish zo'r mana. Mana domladan yeb ichib mana nima qilyapti. Naholisi katta bo'lsa mana mamlaqa bo'ladi. Alloh nasib etsa mana. Bular sotilmaydi. Bular para qilib sotishga alohida o'sha samkalarga olganman. Hozir buni sotishimdan maqsad bir narsadan bir maqsad bo'ladi. Sotishimdan maqsad nima? Yem qimmat. Yemmi? Leylapadan 5,5 mingdan olaman. Quyonlarini otganda bir qop olib boqdim. Gap yo'q lekin. Xo'sh. Bir oyda 200 grammdan semirish boshladi. Burgunlarim bor. To'la burgun. Oxirigacha burgun bittadan joylashtirganman. Xikollar ham bor. Bu xikollar sotilmaydi. Xudo xolasa aprelga mana tuqqanlari aprelda xuddi shunaqa bo'ladi. Alloh nasib qilsa para qilib bularni ham samka kerakmi, samis kerakmi, go'sht yog' kerakmi? Bular ham tayyor bo'ladi. Endi hozir sotamiz. Chunki bu bitta burgunim ortiqcha menda. O'sha bolalarini otganda bitta samisi bor edi, ichida samkalarning ichida. Ovurdim, mayli ichida katta o'qilardim, lekin men bilan moldek kavshavergandan keyin gap molda emas, bir 200 gramm, 300 gramm yeydi bir kunda. Endi ko'pchilikni tedi burgunlarni, tepadagilarni sog'laganda bir haftalada bir qop yem ketyapti. O'shanga olib kelgan qop yemlarim ham bir pasda tugab ketyapti. Shunga sotish maqsad. Agar ko'rib turganlardan olish niyat bo'lsa, mana shuni kommentariyasida yozib qoldirasizlar. Aloqaga chiqamiz. Nomerlarni qoldirsanglar bir 250 ming qilib beraman. Shu ko'rib turgan quyonlarni 250 ming. Hozir bugun yosh trendda-yu. Trendda yonish qo'zladi. Biladi o'zi. Mana yerda ko'rsataman. Juda uzoqqa borib olgan bo'lsa, olib telarni bilan obzor qilib ko'rsatardim. Uzoqqa borib olganlar. Okey. Bu kuchuk emasda, yugurlab bolasi kelgan bular. Quyon bu, quyon. Ol. Mana ko'rdinglar, mana shunaqa bo'ladi. Mana bu 5 oylik, 4 oylik quyon. Bu 2 oylik quyon. Alloh nasib etsa, quyoninglar bo'lsa, samka bilmagan qanaqa oddiy quyonmi, boshqa quyonmi? Zo'r samesda bu, haqiqiysi. Mana bunaqa bo'ladi, katta bo'lsa. Mana. Bu ikkita sames hozir qisqasi nasl qoldirish uchun boqaman. Mana ikkitasi xigolar ham nasl qoldirishga. 4 ta sames yetadi, nechta quyon bo'lsa ham. Hammasini shaqillatadi bular. Endi to'g'ri bular hamma sun'iy qochirtirib, sun'iy nima bo'lgan? To'ppaga. Bular sotilmaydi. Ko'paytiriladi. Hozir bir 2 yilcha boqaman-da. Bolalarini boqyapti hozir bularni. Ketdimi? Emdirishga ketdimi? Yotvali emizuradi bu, emizuradi. Shu emizish uchun ovqat yeyish kerak bular. Men hozirgi birinchi videoyim bunaqa olib undan oldin qizim bilan burgunlarni birinchi olib kelganda qo'ydim. Anaqam bor edi, uni sotdim. Boyagi katta burgunlarni oldim.
Nimeydi ana? Cerebro. Poltavskiy Cerebro oyun bor edi. Bir juft uni sotdim. Uni oldim. Tak. Endi nima deydi? Bir turda qilmoqchiman deb. Keyinchalik kuzatib like bosib qanaqa tursanglar, bularni qanaqa qilib dorilarim bor, yozib dorilab ketolmay. Apshursa nima qilish kerak? Qulog'iga yara chiqishsa nima hali yara-para chiqqani yo'q. Mana shu hozir mana vitamin dorilar berib turibman. Mana bitta ma'lumot bu hikollar haqida. Ko'zi ko'rdingizmi ko'zi? Mana. Ko'z. Toza qonli yani hikol bo'lsa fransuzskiy mana shunaqa bo'ladi. O'tganlarda ham ko'ziga qarab olinglar. Alloh nasib qilsa shu bahorda men sotuvni boshlayman. Aprel oyi 26-yil aprel apreldan boshlayman-da. Hozircha mana bir kunimni boshlab qo'ydim-ku. Burgunlar mana shu to'la burgun mana shu. Hammasi. Yog'iga mana shunaqa obzor qilib boraveraman. Yoqqan bo'lsa bitta like ayamasanglar bo'ldi. Sal mana nima deydi? Yursin. Xudo xolisi bir Instagramlarni hali yo'lga qo'yganim yo'q. Alloh nasib qilsa Instagramlarni qo'yamiz yo'lga. Bularni olib sotishdan maqsad mana shu internetdan hozirgi zamon talabi bo'lib qolibdi-da. Shunga ham mana qo'ydim. Sizlarga ham nima deydi? Tomosha qilib turasizlar-da, nima bo'lyapti degan bo'ldi. Mana bolalar nima qilyapti ekan. Bolalarni o'rab qo'ygan. Hozir mana aytaman qarang, quyoshdim mana. Issiqlik 15 gradus. Namlik 70%. Hozir mana shunaqa pechka ham bor, qishani qattiq. Mana bu quyonlar mana shu korobkalarda kelgan mana. 5 korobka quyon. 12 ta quyon kelgan, общий. Bitta mana tegda ham bor. 6 ta korobkada ketdi. Ikkitasida samislar keluvdi. Hozir mana shunaqa qilib qarab, bir bog' ximon oldim. Undan keyinchi anaqa patnosda qilganman. Qarang, qafasni ham o'zim yasaganman. Zo'r chiqqanmi? Qafaslarim bor, shuni ham shniki. Ko'taradi. Mana ikkiga bo'lingan, o'zi bittaga yaxlit boni uzilmagan. Boshidan to oxirigacha bitta yaxlit mana shu hisoblab o'lchab qilingan. Alohida joy qoldirilgan tiylarni tozalash uchun. Kuzatib turinglar, yengil bo'ladi. Alloh nasib qilsa aprelga agar yetib olsa, obuna bo'lib qo'yaveringlar. Pul bo'ladi-yu. Viktorinalar qilsak, 50 ming, 100 ming, 10 ming har xillarni qilib boshlaymiz. Kim birinchi kommentariy yozsa, menimcha bo'ladi pulli. Chunki bu YouTube'ga yurg'izish kerak. Yurg'izish uchun ozgina nima deydi? Поддержка bo'lish kerak-da. Поддержка bo'lmasa qiyin. Taninglar sog' bo'lsin mayli. Shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat.